Mana bola ba'zida juda qo'rquvi bo'ladi, yig'isi ko'p bo'ladi. Bularni sedatsiya qilib, biz tinchgina o'tkazamiz, xudo xolasa. Sedatsiyali xatna. Mana bola 1 minutda uxlatildi. Mana shu inyeksiyani qilish uchun ham uxlatildi. Bo'lmasam biz VIP xatna qilsak bo'lardi. Bola qo'rquvi kuchli bo'lgani uchun, to'polon qilib shu inyeksiya va xatnani noto'g'ri qilib qo'ymaslik uchun xotirjam, chiroyli xatnani sedatsiyada qilamiz. 4 yoshdagilar ko'pincha qo'rquvi ko'p bo'ladi. Ba'zi klinikalarda hammani narkoz ostida uxlatib qo'yadi. Biz unday qilmaymiz. Har bitta bolaga biz individual qaraymiz. Agar bola xotirjam bo'lsa, qo'rqmaydigan bo'lsa, o'ynatib, mahalliy og'riqlantirib qilamiz. Agar bola qo'rqoqroq bo'lsa, unda uxlatib qo'yamiz. 2-3 yoshgacha bo'lganlarni uxlatmasdan ushlab turib qo'ysa bo'ladi. Uxlatish ham kerak emas ularni. Chunki esda chiqib ketadigan davrda uni. Lekin o'sha 4, 5, 6 yoshli bolani esda qolib ketadi deymizda. Shuning uchun ularni uxlatishga to'g'ri kelyapti agar qo'rqoq bo'lsa. Mana xatnani xotirjam o'tkazdik. Bironta qon yo'q, tikkanimiz ham yo'q. Bola ham stress olgani yo'q hisobiga. 1 minutda uxlayotganda faqat yig'lab berdi, ammo og'riqdan yig'lagani yo'q.